Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Xitoy ham Eronga yordam berishi mumkin. AQSh razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy Eronni moliyaviy yordam, ehtiyot qismlar va raketa komponentlari bilan ta'minlashga tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin. Biroq Pekin energiya ta'minoti va Hormuz bo'g'ozidagi barqarorlik yuzasidan xavotirlar sababli ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev Arab davlatlariga AQSh bazalari ular uchun tahdid ekanligini aytdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Fors ko'rfaziga arab davlatlarining o'z hududlariga Amerika bazalarini joylashtirganini va soddalarcha ulardan himoya kutganini istehzo bilan gapirdi. Hech qanday himoya emas. AQSh ulardan shunchaki foydalanadi. O'zi esa faqat bitta davlatni, Isroilni himoya qiladi. AQSh bazalari sizga haqiqatdan ham kerakmi? Jiddiy o'ylab ko'ring. Ular himoya emas, ular tahdiddir, dedi Rossiyaning sobiq rahbari. Kuba ham tez orada qulaydi. Donald Trump. Shuningdek, Kuba Washington bilan kelishuvga erishishni istayotganiga ishonishni bildirdi. Kuba ham tez orada qulaydi. Ular kelishuv tuzishni juda qattiq istamoqda, deya ta'kidladi AQSh rahbari. Trumpning qo'shimcha qilishicha, u ehtimoliy kelishuvlarni muhokama qilish uchun AQSh davlat kotibi Marko Rubioni Kubaga yuborish niyatida. AQSh harbiylarida Eronning shahid dronlardan samarali himoya vositalari yo'q. Atlantik nashri manbaga ko'ra, Pentagon rahbari Pete Hegseth va AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Dan Kane yopiq brifing chog'ida AQShda Eron dronlarga qarshi kurashish vositalari yetishmadligini tan olgan. Birlashgan Arab Amirliklarida Eronning raketa hujumlari oqibatida jabrlanganlar soni 112 kishiga yetdi, deb ma'lum qildi Birlashgan Arab Amirliklari Mudofaa vazirligi. Ispaniya bosh vaziri Trumpga shunday dedi: "Siz endi bizni alday olmaysiz. 23 yil oldin AQSh bizni Saddamning yadroviy qurollarini yo'q qilish uchun Iroq bilan urushga tortdi. Ammo hech qanday yadroviy qurol topilmadi", dedi Pedro Sanchez. Eronning kamikadze droni zarbasidan so'ng Hormuz bo'g'ozida yana bir tanker yonib ketdi. So'nggi kunlarda AQSh bayrog'i ostidagi ikkita tankerga Eron tomonidan zarba berilgani ma'lum qilindi. Bloomberg esa so'nggi 24 soat ichida Hormuz bo'g'ozi orqali atigi ikkita tijorat tranziti amalga oshirilganini va birorta ham tanker o'tmaganligini xabar qilmoqda. Eron Hormuz bo'g'ozini to'liq yopgan. Kuvayt neft omborlari to'lib borayotgani sababli qazib olish hajmini qisqartirmoqda. Wall Street jurnali xabarda aytilishicha, Fors ko'rfazi yo'nalishidagi bosim sabab Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida ham neft to'planib qolmoqda. Shu bois mintaqadagi boshqa davlatlar ham neft qazib olishni kamaytirish choralarini ko'rishi mumkin. Tehrondagi bir jurnalist shunday deydi: "Kecha tun urush boshlanganidan beri Tehrondagi eng qo'rqinchli tun bo'ldi. Bombalar va raketalar ketma-ket portlardi. Uylar larzaga kelardi. Harbiy samolyotlar esa juda past balandlikda uchardi. Internet uzilib qolgani sababli odamlar hujumlar qayerga qaratilganini ham bila olmadi. Portlashlar shu qadar kuchli ediki, har kim o'z ko'chasi yo'q qilingan deb o'yladi." Kuvaytdagi AQShning Arifjan harbiy bazasida katta talafotlar kuzatildi. AQSh harbiy xizmatchilari orasidagi qurbonlarning aksariyati aynan shu bazaga to'g'ri kelmoqda. Trump ma'muriyat rasmiylari Kongressga yopiq brifingda AQSh Eronning Minab shahridagi maktab bombardimon qilingan va 175 kishi
shu jumladan 165 qiz halok bo'lgan hujumlar uchun javobgar ekanligini tan oldilar. NBC News. Donald Trump Eron bilan hech qanday kelishuv bo'lmaydi deb e'lon qilganidan keyin Brent neftining narxi 2 yil ichida birinchi marta barrel uchun $90 oshdi. AQSh rahbari Donald Trump Erondan to'liq va shartsiz taslim bo'lishni talab qildi. Eron Bahrayndagi nishonlarga gipertovushli raketalar bilan hujum qildi. Amerika nashri: AQSh va Isroil hech qachon Eron ustidan to'liq havo ustunligiga erisha olmagan. Faqat mahalliy havo ustunligi zonalari mavjud. Eronning mobil havo mudofaa tizimlari esa hali ham tahdid solmoqda. Eron hali ham mobil va yashirin havo mudofaa tizimlariga ega. Eron ustidagi havo maydoni steril zona emas. Harbiylar endi uzoq masofali zarbalardan xavfsiz masofadan to'g'ridan-to'g'ri hujumlarga o'tmoqda. Bu esa ko'proq nishonlarni yo'q qilishga imkon beradi. Ammo uchuvchilar va samolyotlar uchun tahdidni oshiradi. Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyatiga tashrif buyurdi. Rossiyaliklar urushdan voz kechmayapti va bu yerda Donetsk viloyatida bahorgi hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bizning pozitsiyalarimiz kuchli bo'lishi muhim. Brigada ta'minoti yetarli bo'lishi muhim. Yigitlar o'zlarini munosib tutmoqda. Mamlakatimiz, diplomatiyamiz, xalqimiz bundan keyin ham shunday davom etadi, dedi Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy. Ukraina AQSh iltimosiga binoan Yaqin Sharqni dronlardan himoyalashda yordam beradi. Rossiya bilan 4 yildan beri davom etayotgan urush davomida Kiyev mamlakatga qarshi ishlatilayotgan shahid dronlarni urib tushirishning yuqori samarali usullarini ishlab chiqqan. Marco Rubio Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlariga urush yana bir necha hafta davom etishi mumkinligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi asosiy e'tibor Eronning raketa uchirish qurilmalari, ularning zaxiralari va ishlab chiqarish zavodlarini yo'q qilishga qaratilgan. Rubio shuningdek, AQSh rasman Eron hokimiyatini ag'darishni maqsad qilmaganini, biroq Washington Eronni boshqacha rahbarlikni istayotganini aniq ta'kidladi. Ittifoqchilar bir-biriga xatosini ochiq aytish kerak, dedi Pedro Sanchez. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ittifoqchilik munosabatlari haqida fikr bildirar ekan, ittifoqchi davlatlar bir-birini nafaqat qo'llab-quvvatlashi, balki ular tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarni tanqid qilish ham kerakligini ta'kidladi. Ittifoqchi davlatlar o'rtasida bir tomon haq bo'lganda bir-birini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, xuddi ushbu urushda bo'lgani kabi xato qilinayotgan vaziyatlarda buni ochiq aytish kerak, deb Eron nazarda tutdi u.